Assalomu alaykum qadrdon kuzatuvchilar, barchalaringizga xayrli kun tilaymiz. 8-avgust 2026 yil azda oqshomki jaydari mesni buqamiz so'yildi, shu haqida qisqacha ma'lumotlar beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Akbarbek, qarma. Omonmisan? Alloh shukr. Ishlar zo'rmi? Hozir zo'r suv kelib, medalar tayyorlab turibdi safar. Buqam. Buni yaxshi. Sivik. Ziyiklar ham uzoq bo'lib chiqdi. Yurtlar shikolat chiqdi zo'r. Qaraysiz. Svet aytib turibdi. Yaxshi borib ishlayapman. Hurmatli kuzatuvchilarning asosiy sotuvda qismi arqa kamerada, qolgan qismi xolodilnikda. Har gal videolarimizda aytamiz. Yog' addelni, lahm addelni, suyak addelni sotiladi. Qadrdonlar bemalol Xudo xolasa ertalabdan go'sha garaverasizlar. Akbarbek, xalqimizga, elimizga, mijozlara gap so'zing bo'lsa bemalol aytishim mumkin. Bemalol yana suyakni xohlagan shaklda kesadilar, shashlik ijjon, boshqasi ish qilib steak variant hammasidan bo'ladi. Bir like'larni bosing, iltimos izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Bemalol svejiy jaydari mesni bu qolgan go'shtni kelaverasizlar.